Jahon chempionati nimchorak finalining eng yorqin o'yinlaridan biri bo'lishi kutilayotgan Portugaliya-Ispaniya o'yini haqida gaplashamiz. Unda yaxshilab joylashib oling. Bugungi dasturimizni boshladik. Portugaliya-Ispaniya 2018-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi. Ha, o'sha barchamizga tanish bo'lgan mashhur uchrashuv. Ispaniyaning 3 golga hat-trick bilan javob qaytargan Ronaldo. Ammo ikki jamoa ham turnirni aynan nimchorak finalda tark etishgandi. Ular o'rtasidagi oxirgi uchrashuv ham finalda bo'lgan. Ya'ni o'tgan yilgi Millatlar Ligasi finalida o'sha Ronaldo va Yamal qarama-qarshiligi va Ronaldo shu yoshida ham o'zini yana bir bor ko'rsatib qo'ygandi. O'yinda Ronaldodan tashqari Mendes, ispanlardan esa Zubimendi va Oyarzabal gollar kiritishgandi. O'yinning asosiy vaqti 2-2, ya'ni durang bilan yakunlanib, g'olib ham penaltilar seriyasida aniqlangandi. Play-offning birinchi bosqichida Portugaliya Xorvatiyaga qarshi o'yin o'tkazdi. Bu o'yin hozircha mundialning eng emotsional va intrigali o'yinlaridan biri bo'lib turibdi. O'yinda 2-1 hisobi qayd etilganiga qaramay, 3 ta golni hisobga olinmagani va o'yinning oxirida Xorvatiya hisobni tenglashtirishi va bu gol VAR tomonidan bekor qilinishi. Hozircha bu o'yinga yagona raqobat qila oladigan o'yinlardan biri bu Argentina Cabo Verde uchrashuvi bo'lsa kerak. Ispaniya Avstriya bilan o'yin o'tkazib, nisbatan xotirjamroq 3-0 hisobidagi g'alabaga erishdi. Ya'ni Avstriya ham ancha yaxshi jamoalardan biri edi. Hozirda Ispaniya mundial favoritlaridan biri sifatida ko'rilayotgan bo'lsa, Portugaliyada esa mundialni yutish uchun bir qancha sabablar bor. Ya'ni o'tgan yili vafot etgan jamoadoshlari Diego Jota uchun, oxirgi mundiali bo'lish kutilayotgan Ronaldo uchun va eng asosiysi o'zlari uchun. Kelayotgan o'yinda yana Ronaldo va Yamal katta sahnaga chiqsa kerak. Bu Ronaldo uchun katta ehtimol bilan oxirgi mundiali bo'lsa, Yamal uchun esa birinchisi. Shunday qilib ular ikkisi bu o'yin haqida ham o'z fikrlarini bildirishdi. Lamin, keyingi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, sen Cristianoga qarshi o'ynashni istaysanmi? O'zi bu o'yindan nimalar kutyapsan va bu o'yin qanday o'tishini tasavvur qilyapsan? To'g'risi menga farqi yo'q. Biz Xorvatiyaga qarshi o'ynaymizmi yoki Portugaliyaga qarshi? Albatta Ronaldoga qarshi o'ynash men uchun sharafli bo'ladi, lekin men faqatgina o'yinda g'alaba qozonish haqida o'ylayapman. Xorvatiya chiqadimi yoki Portugaliya menga farqi yo'q. Bu o'yin qiyin o'tishi aniq, sababi Ispaniya mundialda chempionlikka da'vogar terma jamoalardan biri. Shu sababli oson bo'lmaydi. Bu bosqichdan boshlab barcha o'yinlar qiyin kechadi. Va o'ylashimcha Ispaniyaga qarshi o'yinga biz tayyor bo'lamiz. Biz ularni yaxshi bilamiz. Fikrimcha bu o'yin kurashlarga o'ta boy bo'ladi. O'yinda Ispaniyaning ustunligini aytsak-da, Portugaliya ham borini berish turgan gap. Ya'ni o'yin shunisi bilan ham asosiylardan biri. Bu o'yinga raqobat qilishi mumkin bo'lgan yana bir uchrashuv Norvegiya va Braziliya o'yini bo'lsa kerak. Ya'ni Holland va Gabriel qarama-qarshiligi, Vinicius performansi va hokazolar. Portugaliya-Ispaniya o'yini 6-iyuldan 7-iyulga o'tar kechasi soat 12:00 da bo'lib o'tadi. Sizningcha keyingi bosqichga qaysi jamoa yo'l oladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.